Har doim ham ko'rib turmaydigan kunim. Osh 5 kilo. Protsess ko'rib turinglar. Go'shtdan boshlaymiz. Bu yerda 5 kilo go'sht bor, 5 kilo go'sht bo'lyapti. Har bir kilosiga magizi 50 grammdan, ivitilmagan no'xat 100 grammdan hisoblanadi. Protsess ko'rasizlar, yoqsa bitta like bosib qo'yasizlar. Go'shtga uncha tuz bermayman. Aralashtirganingiz o'zi keladi. Soatda oshpazmasdan mutaxassis sifatida shu narsani bilaman. Suvni yopib qo'ydik. 1 soat davomida qaynab yotadi. Aman ungacha guruch yutib qo'yaman. Mana shuni yutamiz suvga hozir. 1 soat davomida bu oshimiz qaynaguncha yuvib yotadi. Pashti tayyor. Guruchimizni soladigan vaqtimizga keldik. Mana. Bitta like guruch solamiz hozir. Osh qilishni o'rgatyaptilar menga. Mana shunaqa baland olov qo'yish kerak. Biz mana guruch solib oldik. Guruch sovolindi o'sha 15 minutdan endi dam beriladi. Keyin oxirida dimlab qo'yamiz. 2 marta dam berish kerak 15 minutdan. Guruch aylantirib olish kerak bo'ladi. Hozir protsessni yana ko'rsataman. Guruch aylantirib tashlaymiz. Yo zarcha va qo'shishga qo'shdi ozgina. O'zi keladi piyozni o'zi bilan-da. U piyozga bog'liq-da. Xushga marhamat. Yoqqanimizni qilay to'smayapti.